Mana biza qurib bergan teplitsa mana oldiga qo'shib devorga chiqarib yuboramiz. Devor ustiga qo'shib yubordik, yo'li bo'lib qoladi bu. Mana qurib bergan stelajlarimizga ko'chat ekib olib bo'ldi. Kampaniyalarni tortib hammasini urib berdik. Ekib olishdi egalar. Xo'p. Egalar ekib olishdi mana. Mana proyekt qilib, o'zimizni o'ylab, hamma yoqni ko'rib, oxiriga yaxshi usulda, yaxshi qulay imkon variantlarda qilib berdik. O'zim qurib berdim bularni hammasini. Bularni mana bunaqa armaturalar svarkalab ip tortishi kerak bo'ladi deb. Mana to'ladi, ko'chat to'ldi. 20 so'tov teplitsa. Endi tepli ventilyatorlar o'rnatib beraman. Xudo xolasa 1 kundan keyin tagidan отопление ham yog'izib beraman. Qo'shimcha. Hop. Endi bularning razmerlari mana eni 1 metr. Razmer eni 1 metr. Mana 1 metr. 1 metr. Toza. Mana bunaqa proof tunikadan ishlangan tuvelari 70 santimetrlik tuve. 70 santimetrlik tuve. Balandligi yerdan balandligi temirimiz 1.10. O'pshi balandligi 1.30. Qulay deb bilaman. Shu ishlashlarga, terishlarga tigidagi 50 mana. Tepasi 50. Tepasi 50. Stilajli tiglari, ishlanish jarayonlari o'zim ixtiro qilib yasab berdim. Yana yo'l. Yana yuradigan yo'limiz toza. Buru 30. Buru 30. Buru 30 yo'li bor. 30 orası. Xudo xolasa ishga tushdi. Hammasi oziqalar berilyapti. Ortgan ko'chatni o'zligi tayyorlashgan. O'zim ham ekmoqchiman shundan. 4 mintasini zakaz berib qo'ydim. Hozir boqib turishdi, ekib olaman. Xudo xolasa mana. Qani ko'ramiz, Xudo xolasa. Yaxshi niyatlar qilamiz. Alloh barakasini bersin. Mana shunaqa ekishlarni, mana shunaqa ishlarni har bir xonadonda bo'lishini tilayman. Yaxshi daromadli ish, biznes. Yoqilg'i ham ko'p ketmaydi bunga. Harorati 10 dan pastga tushib ketmasa bo'ldi.
Ko'rganingiz uchun rahmat.